Piyoda nima qilib o'tiribsan? Qachondan beri qidirib yuribman seni. Sekin gapir, orqangda hech kim yo'qmi? Qara. Yo'q, bitta o'zimman, tinchlikmi? Buni bilasanmi qanaqa turpo? Qanaqa? Buning ichida oltin bor. Qo'l bola apparat yasab qo'yganman. Mana shundan oltin ajrataman. Bu jinoyat-ku. Qarashisanmi yo'qmi? Bo'lmasa bor naryoqda o'yna. Jizzaxda aynan mana shunga o'xshash holatda tilla o'marmoqchi bo'lgan shaxs aniqlandi. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan amaliy chora-tadbirlar natijasida G'allarol tumani Karis quduq mahallasida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan ruxsatsiz ravishda qimmatbaho metallar olish bilan shug'ullanganligi holati aniqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu fuqaro o'zi rahbarlik qilib kelayotgan xususiy korxonaga tegishli Chorba og'ilxonasi hovlisida qo'lbola usulda tashkil etilgan ko'chma sex orqali oltin zarralari bor toshlarni maydalab, qum zarralaridan oltin ajratish bilan shug'ullangan. U traktor tirkamasiga o'rnatilgan 2 dona, har biri 3 tonnalik temir idishlardan foydalanib ishlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Tezkor tadbirda ushbu fuqaro elektr tarmog'iga noqonuniy ulangan holda quvvati yuqori agregatlar yordamida toshlarni maydalayotgan vaqtida ushlangan. Mazkur jarayonda 3 dona elektr motori, 30 qop maydalangan qum zarralari va 3 tonna tosh bo'laklari daliliy ashyo tariqasida hujjatlashtirib olingan. Ta'kidlash joiz, qimmatbaho metallarni qazib olish yoki qayta ishlash qonunchilik asosida tartibga solinadi. Bunday noqonuniy faoliyat milliy boyliklarga zarar yetkazishi bilan birga xavfli ish jarayoni tufayli inson hayoti uchun ham jiddiy tahdid soladi. Holat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv amalga oshirilmoqda. Huquqiy baho qonunchilik asosida belgilanadi. Jinoyatga jazo muqarrar ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Biroq buning jinoyat ekanligini bila turib harakatlanganlarga esa jazo yanada og'irroq bo'lishini eslatib qo'ymoqchimiz.